Do'stlar, biz Toshkentdamiz. Toshkent xalqaro avtovokzalidan Sankt-Peterburgga reyslarimiz bo'lyapti. Dushanba, juma kunlikda. Kimga qiziq bo'lsa, Toshkentdan Sankt-Peterburgga Город Героев, Sankt-Peterburg Nabережный avtovokzaligacha boradi. Metro obvodный kanal do'stlar. Avtovokzaldan UzAvtotrans kompaniyasi avtobuslari bo'ladi, IP Kadirovaning avtobuslari bo'ladi. Reysiviy avtobuslar hech qayerga to'xtamaydi. Yo'llarda unaqa ostanovkasiz, boshqasiz to'g'ridan to'g'ri Toshkentdan Sankt-Peterburgga primoy reyslar bo'ladi do'stlar. Ekranda nomerlarni qoldiramiz. Bitta O'zbekiston, bitta rossiyskiy. Kimda kim Moskvadan yoki bo'lmasa Sankt-Peterburgdan obratno O'zbekistonga qaytmoqchi bo'lsanglar, rossiyskiy nomerimizni qo'yamiz. WhatsApp, Telegram, Max hamma yo'q ishlaydi do'stlar. Telefon qilsanglar bo'ladi. Agar O'zbekistondan musofirchilikka ketmoqchi bo'lsanglar, O'zbekiston nomeri qo'yamiz. Taksa hamma yo'q ishlaydi do'stlar. Talada adashmanglar do'stlar. Bitta like bosib, podpiska bosib, davlatimiz tomonidan qo'yilgan ofitsial avtobuslarda ketmoqchi bo'lsanglar, ishonchli qo'lingizda biletlar bilan ketmoqchi bo'lsanglar, ekranda nomerlarga telefon qilasizlar. Bitta like ni bosib, podpiskani bosib, podдержкада bo'lamiz do'stlar. Sog' bo'linglar.